Pokiston sudi 17 yoshli Zayn Alini onasi, akasi va 2 singlisini o'ldirganlik uchun 100 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Ushbu jinoyat o'smirning onlayn PUBG o'yiniga bo'lgan mukkasidan kelib chiqqan asabiy buzilish oqibatida sodir etilgan. Bu haqda Independent nashri xabar bermoqda. Hukm 24-sentyabr kuni Lahor sudi tomonidan e'lon qilingan. Sudya Riyoz Ahmad Ali jinoyat sodir etgan paytdagi yoshini hisobga olib, o'lim jazosi o'rniga 4 marta umrbod qamoq jazosini tayinladi. Har bir qotillik uchun 25 yildan. Mahkum onlayn o'yin ta'sirida butun oilasini shafqatsizlarcha o'ldirgan. Yoshi tufayli unga o'lim jazosi o'rniga 4 marta umrbod qamoq jazosi belgilandi, dedi sudya. Fojia yuz berganida Zayn Ali atigi 14 yoshda bo'lgan. U oilasi bilan Lahorning Gavjum Kahna tumanida yashagan va PUBG'ning sodiq ishqibozi sifatida tanilgan. O'smir ko'p vaqtini xonasiga qamalib o'tkazgan va o'yinga mukkasidan ketgani uchun onasidan tez-tez dakki eshitgan. Eslatib o'tamiz, PUBG bu qirollik jangi formatidagi ko'p o'yinchi ishtirok etadigan onlayn o'yin bo'lib, unda 100 nafar o'yinchi oxirgi omon qolgan o'yinchi unvoni uchun bellashadi. Politsiyaning ma'lum qilishicha, Ali odatda o'yin vazifalarini bajara olmaganida jahldorligi kuchaygan. Qotillik sodir bo'lgan kuni u o'yinda maqsadga erisha olmay, onasidan dakki eshitganidan so'ng o'zini boshqara olmay qolgan. Ali onasining to'pponchasini olib, singillari bilan uxlab yotgan xonaga kirgan va o'q uzgan. Uning onasi 45 yosh, akasi Taymur 20 yosh, singillari Mahnur 15 yosh va Jannat 10 yosh voqea joyida halok bo'lgan. Sudya o'z qarorida Alining jinoyati o'yinga qaram bo'lib qolgani tufayli sodir etilganini ta'kidlagan.